Assalomu alaykum. Islom Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli aka-ukalar, mana bugun Xudo xolisa bir nechta darvozamizni tayyorlab, Xudo xolisa o'rnatish jarayoniga keldik. O'rnatishdan oldin sizlarga bitta chiroyli qilib obzor qilib beraylik dedik. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunaqangi darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ekrandagi nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Xudo xolisa darvozalarimizni ko'rib turibsizlar. Bu yerda kachalayimiz ham bor. Kachalayimiz ham dastavkaga tayyor bo'ldi. Hurmatli aka-ukalar, endi birinchi darvozamizga keladigan bo'lsak, birinchi darvozamiz eniga 350, bo'yiga 370, 1 kvadrat metri 850 ming so'mlik variantimiz, ikkilik listdan tayyor bo'lgan 2 qavatli, yarim 2 qavatli darvoza. Hurmatli aka-ukalar, tepalarini ko'ryapsizlar, juda ham ideal holatda chiqqan darvozamiz. 1 kvadrat metri 850 ming so'mdan tayyorlab beryapmiz. Materialga keladigan bo'lsak, profillarimiz 6 ga 4, 1,5 stena, listlarimiz ikkilik, o'rtaga yana yalang'oq list bosilgan. O'rtalarini shaxmat qilib berganmiz mana Xudo xolisa. Haytek hisoblarni ham qo'yib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Eshigimiz o'ng qo'lda chekkada ochiladi. Ikkinchi darvozamiz. Bu darvozamiz Yozyovonga o'rnatamiz, Qoratepa mahalla fuqarolar yig'iniga. Xudo xolisa bu darvozamiz Toshkentgacha ketadigan darvoza. 2 qavatli darvoza bunisi ham. Bu 2 qavatli darvozamiz eniga 4 metr, bo'yiga 380, tepasi alohida pramogi bor, yonida отдельный eshigi bor. Darvozamiz oldiga ochiladi, ochilish qismi. Ikkilik listga betiga barg list bosib tayyorlab berganmiz. Buni ham, buni rangi glansiviy, xudo xolisa ko'rib turibsizlar. Juda ham ideal holatda chiqqan. Pramogi tepasi alohida setkali, 60 sm ochilmaydigan joyi bor. Eshigimiz yonida 90 sm ochiladi. Darvozamiz tashqariga ochiladi. Общий summasi 13 million 800 ming so'm bo'lgan. Mana bu darvozamizga keladigan bo'lsak, bu darvozamiz ham juda ham chiroyli chiqqan, shikalatni. Bu darvozamiz 5 ariqqa o'rnatiladi. 1 kvadrat metri 800 ming so'mlik varianti, sharmanka listli darvoza. Ko'rib turibsizlar, sharmanka listli darvozamiz ham juda ham ideal holatda, kraskalarimiz shikalatni bo'lgan. Juda ham chiroyli. Eshigimiz o'rtada, tepasiga setka qilib berdi deyishadi. Tepasiga qo'l mehnat qilib guldan qo'yib berganmiz. Bu darvozamiz razmeri eniga 3.10, bo'yiga 3 metr, общий summasi 8 million so'm bo'lgan. Kvadrat metri 800 ming so'mdan. Ko'rib turibsizlar, xudo xolisa juda ham ideal holatda chiqqan. Kachaligimiz 3 million so'm dastavka qilib beramiz vodiy bo'ylab, xudo xolisa. Bemalol murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Bu yoqda yana bitta darvozamiz bor. Yarim 2 qavatli. Bu darvozamiz ham kvadrat metr 1 million so'mdan. Listlari ikkilik, yuziga yana cho'tir list qoplangan. Polni yo'llari ham, chaspaylari ham 1,5 qalinlikda, profillari ham 1,5 qalinlikda. Zakaz bo'yicha 1.7, 1,5 stena qilib tayyorlab beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Voha tomonlari kelishilgan holda. Xudo xolisa bemalol murojaat qilaverasizlar aka-ukalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Qo'llab-quvvatlab bitta like bosib qo'yaverasizlar.